Al-Hakim at-Termiziyni mana shu o'zim bilan olib keldim. Mana shu kitob, qarang, kichkina kitob. Biz kitobni ko'pincha hajmiga qarab baho beramiz. Aql va havoyi nafs degan kitob. Mana shu yerda ziyolilar haqida bir gap ketgan ekan. Men joyga o'qimaganman uni. Aytilganki, ziyoli avval qalbini ziyo bilan to'ldirsin. Qalbi zimiston bo'lib, qalbi marazga to'lgan odam imomlik jubbasini kiysin, salla kiysin, galstuk taqsin, kostyum burib kiysin, u jamiyatda ma'nan ziyoli emas. U hech qanday ziyo tarqatmaydi. U avval qalbini yoritib olsin. Uni diyati to'g'ri bo'lsin. Shu asnoda yozib, mana shu yerda o'zingiz o'qib olasiz, men endi charchadingiz. Aqlni 50 ta yo'nalishda isbotlab bergan. Aql nimadan iborat deganda 50 narsani sanalgan shu yerda. Shuning uchun agar sotuvda bo'lsa yo ilmiy markazda bo'lsa olib o'qisangiz, men juda qalin tom-tom kitoblar o'qidim. Lekin mana shuncha oziq olmadim. 5 marta qayta o'qib chiqdim. Shu yerda yozilgan bizlar mana shunday qalbi ziyolilar bo'laylik.